O'zbekistonliklarda hatto 1% ham yetib kelmagan manzildamiz. Sayohat yaxshi ko'ruvchilar, assalomu alaykum. Bu yana men O'zbekistonda eng go'zal joylardan birini sizga ko'rsatishga ahd qildim. Bu safar Arashan ko'llarini sizga ko'rsataman. Bu yerga kelib dam olish qanchaga tushadi, narx-navolar qanaqa, bular haqida ham batafsil aytib beraman. Meni boshqa videomda ham qachondir ko'rgan bo'lsangiz va meni eslagan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying, chunki men sizlarga eng arzon va eng chiroyli joylarni ko'rsatib borishga har doim harakat qilib kelaman. Demak, bugungi sayohatimiz Arashan ko'llari va Arashan vodiysi. Arashan ko'llar tizimiga 4 ta ko'l kiradi. Arashan, Xo'ja Arashan, katta va kichik arashanlar. Albatta, xalq orasida bu ko'llar turlicha boshqa nomlar bilan ham ataladi. Ularning barchasi yuqori tog'li ko'llar bo'lib, 2800 metrdan 3360 metr balandlikkacha turli xil joylarda joylashgan. Katta ko'l sathi uzunligi 750 metr, kengligi 250 metrni tashkil qiladi. Ko'llar oldida termal buloq bor bo'lib, suv yil bo'yi 36,7 gradus haroratda bir xilda chiqadi. Odamlar bu yerga shifo izlab kelishadi. Xo'sh, bu yerga qanday kelsa bo'ladi va narx-navolar qanday? Videoga bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Tongi soat 5:00 da Toshkentdan yo'lga chiqdik. Vodiy Perevaldagi Ertosh qishlog'i oldida sheriklarimiz mashinalarni yo'l tanlamas avtomobillarga, ya'ni Nivalarga almashtirishdi. Shu yerda Nivalar Arashanga olib borib kelish xizmatini yo'lga qo'yishgan, ya'ni Ertosh qishlog'ining oldida. Narxini video oxirida aytaman. Biz Ertoshdan Arashan sari yo'l oldik. Tog' manzarasi orqali o'tadigan yo'l juda ham go'zal. Qoya bag'ridan otilib chiqayotgan sharqroq soylar, balandlikdan tushayotgan oppoq sharsharalar, osmonga tutashib ketgandek tuyuladigan tog'lar va eng asosiysi shifobaxsh buloqlar. Bularning barchasi bitta joyda jamlangan. Tor, toshli, ba'zi joylari chuqur jar yoqasida o'tadigan bu yo'lda faqat yo'l tanlamas mashinalar yuradi. Ha, albatta istisnolar ham bor. Ba'zi shaxsiy mashinalar ham, shahar mashinalari ham boradi, lekin mashinalaringizni qiynashni va o'zingizni ham hayotingizni xavf ostiga qo'yishni maslahat bermayman. Har bir burilishda yuragingiz tezroq urishni boshlaydi, lekin shu bilan birga oynadan qaraganingizda ko'rinadigan manzaralar bu xavfni butunlay unuttirib tashlaydi. Yo'l davomida bir nechta soylarga va sharsharalarga duch keldik. Tog' bag'ridan pastga oqib tushayotgan suvlar quyosh nuridek yaltirab, xuddi kumushdek jilolanadi. Ba'zi joylarda esa soylar yo'lni kesib o'tadi. Suv shu qadar tiniqki, ostidagi toshlarni ham aniq ko'rishingiz mumkin. Suvning shovqini, qushlarning sayrashi va tog' shamolining shivillashi bu yerda tabiat o'z simfoniyasini ijro etadi. Va nihoyat Arashanga yetib keldik. Bu joyni so'z bilan ta'riflash qiyin. Go'yo boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'lasiz. Atrofingizni baland tog'lar o'lab olgan, ularning bag'rida esa bir nechta moviy, tiniq ko'llar yastanib yotibdi. Hudud Namangan viloyati Pop tumaniga qarashli, lekin yaqin 60 kilometr hududda hech qanday inson zoti yashamaydi. Bu yerda na elektr, na hech qanday zamonaviy texnologiyalar yo'q. Arashan hududida bir nechta ko'llar bor bo'lib, eng mashhurlari Katta Arashan ko'li va kichikroq ko'llar tizimi bo'lib, ular bir-birlariga tutashib ketgandek ko'rinadi. Har birining suvi turlicha rangda, biri moviy, biri yashil, yana biri tiniq oynadek. Biz esa bu go'zal joyda chodir tikishga qaror qildik. Tabiat qo'ynida tunash bu umuman boshqa darajadagi zavq. Chodirni ko'llarga yaqinroq joyga o'rnatdik. Kechga yaqin olov yoqib, mazali taomlar tayyorladik. Tog' havosida oddiy ovqat ham nihoyatda mazali ketadi. Quyosh botishi esa alohida mavzu. Tog' ortiga yashirinayotgan quyosh ko'llar yuzasini oltin rangga bo'yab yuboradi. Bu paytda atrof jimjit bo'lib, faqat tabiat ovozlarini eshitishni boshlaysiz. Kechasi esa kutilmaganda yomg'ir yog'a boshladi. Chodir ichida yomg'ir tomchilarining eshitilishi bu ajoyib rohat, o'zgacha bir his. Tashqarida sovuq, tog'lar orasida esa bulutlar sizib yuribdi. Yomg'ir. Siz esa issiq yotoqda chodir ichidasiz. Yoz o'rtasida havo harorati tunda 5-6 darajaga pasaydi, kunduz 22-23 daraja bo'lgan edi. Qalin kiyimda spalniy meshit ichida, palatkaning ichida ovqatni maza qilib uxlayapmiz. Bu yoqqa keladiganlarga maslahat, bir kunga kelmanglar, kamida 2 kecha yotadigan bo'lib kelinglar. Tungi vibe'ni his qilinglar, sokinlik, tinchlik, kislorod. Voy, bunaqasini qayerdan topasiz?
kechasi shunaqangi mazza, bugun yomg'ir yog'di kechasi, mazza qilib yeyishdi. Mana yotibmiz, dam olyapmiz. Agar yomg'ir yog'masa, ana shunda siz Somon yo'li galaktikasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi kechasi. Bilasizlar, Somon yo'li galaktikasida 100 milliardlab yulduzlar bo'lsa, o'shalarning kamida 15 ming, 20 mingtasi ana shunda ko'rinadi, ko'rib mazza qilasiz, bahri dilingiz ochiladi. 2 kechaga kelib dam olinglar, mazza qilib. Bu yoqda mehmonxona yo'q, sivilizatsiya, elektr, hech qanaqa kommunikatsiya yo'q. Faqatgina shunaqa chodirlarda, palatkalarda yotishingiz kerak. Bunaqa chodir palatkalarim yo'q desangiz, bularni siz Afsona Travelga topshirib qo'ying. Hammasini o'zlari qilib berishadi. Biz faqat kelib dam olib beryapmiz. Chodirlarni ham o'zlari tiklab berishdi. Obedga, ujinga shashlik, steak, endi shunaqangi o'zlari ovqat qilishyapti, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqqa kelganingizdan keyin Arashanni vibe'ini, tungi vibe'ini his qilib uxlash bu umuman boshqa narsa. Kelganda dam oling. Videoga like bosib qo'yinglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Tongda uyg'onganingizda esa butunlay boshqa manzara kutadi. Havo musaffo, tog'lar ustida esa yengil bulut suzib yuribdi. Ko'llar yana ham tiniq, yana ham go'zal ko'rinadi. Arashan bu shunchaki sayohat joyi emas. Bu joy sizni ich-ichingizdan tozalaydi, ruhingizni dam oldiradi va tabiatning asl kuchini his qildiradi. Agar siz hali ham bu yerga kelmagan bo'lsangiz, albatta bir marta bo'lsa ham kelib dam olib ko'ring. Hayotingizdagi olam borliq muammolarini mana shu yerga tashlab ketasiz. Ishoning, bu safar hayotingizdagi eng esda qolarli sayohat bo'ladi. Siz dam olgan xorijdagi eng qimmatbaho shahamat hayotdan ham mana shu yerdagi hordiq hayotingizda o'chmas iz qoldirishiga men kafolat beraman. Ertosh qishlog'idagi Nivalar kunduzi olib kelib, kechpayt olib ketish xizmati 1.300.000, 1.5 million so'm atrofida. Agar sizni bir kun olib chiqib qo'yib, ertasi kuni qaytarib olib kelish kerak bo'lsa, bu narx oshib boradi va 2 million so'm atrofida bo'ladi. Biz esa bu muammolarni umuman o'ylaganimiz yo'q, chunki biz sayohatimizni Afsona Travelga ishonib topshirdik. Chunki Afsona Travel bizni shahardan olib kelib, olib ketish, chodirlar, palatkalar, yotoq-joy, oziq-ovqat, gid xizmati, oshpaz xizmati hammasi ularda bor. Jamoaviy o'yinlar deysizmi? Hamma narsa Afsona Travelda mavjud. Ularning telefon raqamlarini qoldiraman. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'ying. Yozda o'rtasida mana shu odam qor yeb o'tiribdi. Biz Arashan tog'laridamiz. Arashan ko'llarini hozir sayohat qildik. Tabiat juda ham go'zal. Ya, yeyman hozir. Agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta kommentariyada video haqida izohingizni yozib qoldiring. Chunki men videoni oxirigacha ko'rganlarni juda ham hurmat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib, fikringizni yozib qoldiring. Chunki fikringiz menga juda ham qiziq bo'ladi. Keyingi safar qayerlarga borib ko'rsatay, qayerlarni obzor qilay, buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi sayohatda ko'rishguncha.